Sharqi Turkiston Milliy Majlis raisi Setim Turk Efendi 2019-yili 10-noyabr kuni Indoneziyaga ziyoratini boshlagandan beri Indoneziyadagi har qaysi partiya tashkilot rahbarlari va davlatlik xalqaro ijtimoiy uchur vositalarida Sharqi Turkistonning navbatdagi ahvoli, Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan erki qirg'inchiligi va musulmonlarni yo'q qilish planlarini tushuntirib, Sharqi Turkiston davosining O'rta Sharqi Osiyodagi jonlanishiga zo'r to'k bilan qo'shdi. Dal mushundaq tarixiy paytda Sharqi Turkiston Ulamolar birligi va Ma'rif darnigi raisi Hidayatulloh O'g'izxon boshchiligidagi bir guruhimi orqadan Sharqi Turkiston davosini texnik keng qanot yoydirish uchun 2019-yili 13-noyabr Indoneziyaga yetib keldi. Biz bu tashkilotlarning va rahbarlarning qo'lini qo'lga tutish berayotgan xizmatlaridan, da'vo yo'ldagi tirishchiliklardan iftixorlanamiz va xizmatlarning muvaffaqiyatli, natijali bo'lishini tilaymiz. Xitoy agentligining xabarida 12-yanvarda Xitoyning Shanxi o'lkasida bir ko'mirkonda ko'mirilish voqeasi yuz bergan bo'lib, 21 kishi qazo qilgan. Voqea yuz berganda quduq ostida jami 87 ishchi mashg'ulot qilayotgan bo'lib, 66 ishchi bexatar chekinib chiqqan. 2000-yil atrofida hukumat o'rnining e'lon qilgan konda o'lib ketganlarning soni har yili 7000 kishi bo'lib, 2013-yili Xitoy hukumatining statistik sonida ko'mirkonda o'lish nisbati tuvanlab 1000 kishiga tushgan. Ammo xalqaro ishchi xizmatchilar huquq tashkilotining bildirishicha, amaliy o'lish nisbati yuqori bo'lib, ko'mirkon xo'jayinlari mas'uliyatdan qo'yilgan jarmani so'midan qochib, amaliy o'lish sonini yoshiryotdi degan. Xitoy yer shari to'rining 12-yanvar xabarida 12-yanvar Sharqi Turkiston Qashqar Konishar noyisida 5-1 bal va 3-1 bal 2 qatim yer tavirgan bo'lib, yerlik aholilarning yaralanish ahvoli va chiqimlarini oshkorlamagan. Yer tavirgan markazdan 5 kilometr atrofidagi rayongacha Mingyo'l kenti, Oqtosh, Chig'liq, Oyoq mahalla, Shekarba qatorliq yezilardimi tavrat sezimi bo'lgan. Noyabr tushdan burun Xi Jinping Markaziy harbiy komitet 2019-yillik 1-nomerlik buyruq imzolab, butun armiya qismlariga har xil turdagi harbiy mashq boshlashni o'rinlashtirdi. Chet ellarda turishli Xanzo erkin faoliyatchilarining analiz qilishicha, Xitoy hukumatı o'z ichidagi Amerika bilan bo'lgan savdo urushi, iqtisodiy krizis, kishilik huquq, taraqqiyot va boshqa jihatdan bo'lgan xavfni fuqarolarning diqqatini burmalash uchun Tayvanga qo'rqoq selyotdi degan. 12-yanvar Xitoy Yezigilik Yezi Ministerlik axborot ishxonasining e'lon qilgan uchurida Xitoyning har qaysi o'lkalarida Afrika cho'chqa vabosi yuqum ahvolini e'lon qilib, Xitoyda keng ko'lamda shiddat bilan kengayotgan cho'chqa vabosi yuqum ahvoli xalqlarning normal turmushiga og'ir darajada ta'sir ko'rsatib, vahima ichida qolgan. Shuning bilan Sharqi Turkistondan kala, qo'y, o'shkilarni ichki o'lkalarga yo'tkab, Sharqi Turkistonning chorva mollarini keng iste'mol qilishga boshlagan. Yerli xalqlarga nihoyat qiyinchilik olib kelgan va qattiq norozilik qo'zg'agan. Agar bunday tangpongsiz holat davomlashaversa, uzunga bormay Sharqi Turkistonning chorva mollarini Xitoylar quritib o'tishi mumkin.